Sehrgarlar qo'g'irchoq sehrini sehr qilinmishning hojatxonasiga tashlaydilar. Bu tur sehr ochish eng og'ir bo'lgan turdir. Sababi hojatxonaga ruqiya o'qirgan suvlarni yoki tuzlarni sehrni bostirish uchun sochib bo'lmaydi. Bir kishi shunday naql qiladi. Yangam menga amangvachchamning hojatxonasiga lattadan yasalgan bir qo'g'irchoqni tashlab berishimni iltimos qildi. Nima uchun bunday sehr qilayotganini so'rasam, ular Rossiyada akangizni pulini aldab bermagan deydi. Bu ishni qilsak jazolanib, uzoq yillar ishlari yurishmay kafangado bo'ladilar deydi. Nega aynan hojatxonaga deya so'radim. Buni ocha olmaydilar. Topish ham imkonsiz. Yana har safar borganda yangidan sehrlanaveradilar. O'qitgani ish bermaydi. Xullas eng ishonchli usul dedi. Men qo'rqib ketdim. Bunday zulmga qo'shilib qolishni istamadim. Rozi bo'lmadim deydi. Yaqinda bir kishi qo'ng'iroq qilib, hojatxonasiga borib kelgan kishi og'ir bo'lib, har xil og'riqlarga duchor bo'lishini shikoyat qildi. Biz unga hojatxonada sehr borligi alomatlarini aytdik. U hammasi o'zida borligini aytdi. Biz esa yaqinda bu tur sehr muolajasini bayon qilishimizni aytdik.